Sho'pir akalar, O'zbekistonda yangilik. Bu mashinani oladigan bo'lsanglar, qishda metan zapravkada 3-4 kunlab yotishni esinglardan chiqaraverasizlar. Ko'rsanglar bo'ladi. O'zi anchagina katta modeldagi 5 tonnalik avtofurgonimiz. Shu kameraga sig'mayotgancha biz 0.5 kadada olyapmiz. Ham zavodskoy gazlik, ham benzinda ishlab chiqarilgan naqd 130 ot kuchlik turbina motorlar bilan jihozlab qo'yilgan FAV Tiger V modeli. Ko'rsanglar bo'ladi. 200 litalik gaz balonimiz bu tarafda, bu tarafda 150 litalik gaz balonimiz. 215, 75, 17,5 lik 5 kamerali balonlar jihozlangan. Oxirgi ko'rish uchun hech qanaqa resurslarni periferiya qilish kerak emas. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, tormoz sistemasi havoda ishlaydi. Buni xohlasanglar xuddi shu shassi holatda, xohlasanglar sizlar istagan modelda ishlab chiqarib berishadi. Tentovkam, refrigeratormi, avtofurgonmi, xohlagan bartovoy modelda ishlab chiqarib berishadi. Tepada koronalari ham bor. Bundan tashqari salon qismiga o'tamiz. Mana bu eshik tarafda apshkalarga e'tibor berildi. Juda chiroyli ishlangan. Sho'pirni quchoqlab oladigan Nive podveskalik sidinalari bor. Uzoq yo'lga maza qilib charchamasdan bor kelasa, xudo xolasa. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli qilingan. Ranglari ham elektron sho'shlar, multirol, ABS tormoz, gorni tormoz, konditsioner, 360 kameralari bor. Monitorlari bor bu tarafda. Xo'p. Xullas karom, mashina juda ham chiroyli ishlangan. Salon qismlari ham. Nafaqat bunaqa modellar, balki barcha turdagi fabrika avtomobillarni sizlar xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan ham ko'proq ma'lumot olish uchun pastdagi bu profillarga obuna bo'lib qo'ysanglar, tez kunlarda xudo xolasa bitta mana shunaqa yangi modellarni obzorini joylab boramiz. Hammaga rahmat. Bu videoni maksimalli qishda metan zapravkada yotaverib charchagan Isuzu, Gazel, Zil, 50 haydaydigan Sho'pir akalarga yuborib qo'yinglar. Hammamizga mana shunaqa yangi mashina olib minish nasib qilsin. Hammaga rahmat.